Masjidga borishimiz kerak. Ko'pchilik so'rayapti, shu yerga boringlar deb. Payli burger. Payda qarang. Xayrullo chef. Xo'p kelganlar. Xayrullo aka joylariga borish kerak. Boramizmi? Ketdik, borib ko'ramiz. Akalar, Instagramni portlatayotgan o'sha mashhur Payli burgerga boramiz. Lokomotiv bog'ining oldida joylashgan Xayrullo akani Payli burgerlarini mazasini ko'rgani keldi. Bu yoqda ko'p ovqatlar bor ekan. Payli burger 65 ming, to'g'ligi 35 ming ekan. Mana o'sha Payli burger. Shoh akam to'g'ligidan aytdilar. Akalar, ishoninglar, vashshi zo'r ekan mazasi. Biz yurgan ekanmizda qazili xuddoqlarni maqtab. Qoyil gap bo'lishi mumkin emas. Issiq. Voy pay shunaqangi ketyapti, u zo'rda, xullas bor, gap topolmadim. To'g'risi, kelib ko'rsanglar bilasizlar. To'g'ligi ham yaxshi ekan, Shoh aka mazza qilib yedilar. 35 mingga zo'r narsa ekan. Bunaqa ovqatlarni ketidan bitta chortoycha olish kerak, nima dedinglar? Payli burgerga gap bo'lishi mumkin emas, zo'r ekan, mazza qildim. Ozgina narxi qimmat-u, endi qimmat emas, o'zi pay, go'sht u arzon narsa emas-ku. Xullas zo'r, menga yoqdi. Sizga yoqdimi to'g'ligi? Vaqti zo'r ekan, mazasi gap bo'lishi mumkin. Sochni ekan. Xayrullo aka, zo'r aka, yorib olibsiz. Bo'pti akalar, joningiz sog' bo'lsin. Xudo hammamizdan ishimizning rivojini beraversin. Sog' bo'linglar.